Ba'zilar 13 sonini ko'rishi bilan qo'rquvga tushadi. Ba'zi shaharlarning liftlarida esa hattoki 13 sonini, 13 raqamini o'zi yo'q. Ba'zi uylarda 13 raqamini qo'llamasligi uchun uy raqamlariga 12+1 shaklida qo'llashadi. Va g'arbda restoranlarda hattoki 13 kishi o'tirishga ruxsat berishmaydi. Bu 13 soniga bo'lgan nafrat mana shu Leonardo da Vincining rasmida yashiringan. Bu orqali tushunib olamiz. Albatta, xristianlik e'tiqodiga ko'ra Iso alayhisalom va havoriylar o'rtasidagi so'nggi kechki ovqatlanish vaqtini tasvirlagan da Vinci va bunda Iso alayhisalom o'z havoriylariga orangizdan kimdir menga xiyonat qildi deb bildirayotgan paytda barcha havoriylar hayron holatda bir-biriga qaragan holatlarini da Vinci bu rasmlarda tasvirlagan va bunda 13 kishi bo'ladi va 13-kishi xoin bo'ladi. Ismi esa Yahuda. Mana bu inson qo'liga esa pul hamyonini qo'liga olib olgan. Chunki da Vinci shunday bir tasvirlaganki, rimliklarning puliga mana shu Yahuda sotilingan edi. Ana o'sha narsani bildirish uchun mana shunday qo'lidagi hamyon bilan tasvirlagan. 13 soniga bo'lgan nafrat mana shunday turib chiqqan g'arbliklarga.